Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin azizlar. Mana biz ham ishimizni boshlab oldik. Bu damasimiz gaz zapravkaga ketdi. Mana bunisi ham bo'ldi, xudo xolasa. Apteka aka oxirida ko'chani boshiga. Ha. Mana akam aptekaga ketyapti. Bu akam bo'ldi. Bo'pti aka. Zo'rmi bizni? Xo'p, salomat bo'ling. Yaxshi yetib boringlar. Ha, xursand bo'lib chiqib ketyapti Olmaliqqa yana qaytib. bilan 60 taliga 300 ming so'm qimmatroq chiqadi. Albatta. Bitte ganz fest. Warte, warte. Kann ich nicht. Und ich muss das ne? Boramiz ketamiz. Qancha bo'ladi? Bo'lib chiq. Navbatdagi lab avtomobilimiz kirib keldi. Bunga ham shu aytilgandek Clyde reduktorlar bilan qo'yib beryapmiz. Yangi bakni ko'chirib keldi mana bak. Bakni tagidan glушитель alohida chiqarib keldi. Ko'zib teshilgani yo'q tepasi. Trak servisimizda bugun narxlar haqida ma'lumot beramiz. Ikkasini narxlari Cobalt, Gentra, Nexia 3 mashinalariga 4.500 ming so'm. Qo'lni original zapchaslari bilan. Xitoyi bilan esa 3.500 ming so'm qo'yib beramiz. Xuddi shu turdagi mashinalarga 3-paketning narxlari 3.100 ming so'mdan belgilab qo'yganmiz. Kimga propan uстановkasi narxlari qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa qilib Damas va Labo mashinalarga 2.400 ming so'mdan narxlar. Bizning manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashgan Stak 767.